yana sotuvchi qiz bachada hozir usta ko'rsa uni bikrama pul yerda ishlatadi. Bu yerdan ketish kerak tezda. Shogird 5 ta lustra olib chiqishimiz kerak. Mana qarang, bu yerdan olmaymiz, boshqa joydan olamiz. Nimaga? Ko'rmaysiz mana sotuvchi qiz bacha. Hozir hamma pul yerda ishlatadi. Hozir kirandan keyin mashinam bor, pulim mana buncha topaman. Unga qarang, yig'mayman sizga gapirmayman. Tam qizbachaga qaramayman. U yerda tuli kafoni bo'ldik, tezroq lustrasini qo'yishimiz kerak. Yuri, tamom, gapir. Nima gapirmaysiz? Gapirmayman. Qarangda, yuri qani? Siz lustralaringiz meni ishimga mos kelganda, to'g'risi oyiga 70-80 million pul topaman. Yana boshladi-da usta. Hozir bikr oyligini aytadi, hamma oyligi shunga beradi, Zokir yana 3 oy oylik olmaydi. Usta! Hozir bir men shogird bilan kelgandim. Qarang usta, yana boshladi. Ya, ozgina dil ketdi, chiqmadim-ku. Lekin magazindagi lustralar sifati ham вообще gap bo'lishi mumkin. Undan tashqari manzili ham Peshku tumanidagi eski Zandani bozoridagi Adro lustra magazini ekan. Bo'ldi, tamom. Undan tashqari bu yerda xohlagan razmeringizda lustra topib ekansiz. Bo'ldi, bo'lmasa 3 ta kattasidan 5 ta kichkinasidan olamiz. Bo'ldi, tamam. Shular olamiz, Siz uylanganmisiz? Yo'q, men uylanmagan. Men qarang, uylangan siz nima ishingiz bor? Boring lustrani soting. Siz ham lekin jipirda borib berasiz shuni yoniga. Hay bir o'zi boshladi-ku birinchi. Yig'mang o'zingiz. Hay bo'ldi, ketdik lustrani olamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mana qarang, darusda dodlarni xafa bo'lmadingizmi? Yo'q. Mana qarang, usta buncha tirishgani bilan baribir ham oyliklarni olaman. Undan nima berasiz? Hey! Mana qarang, kechqurun derazangiz oldida kaptarcham qo'nadi, nukrasi, oyoqdan xatcham olamiz. Kaptarcha? Jinni bo'lganmi? Kaptarcha, dardastaki doktorcha.